Zulmdan poklash bu tasbih bo'ladi. Tasbih nima? Tasbih Allohni har qanday aybdan, nuqsondan va xususan zulmdan poklashlik. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: "Ey bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Sizlarning o'rtangizda ham buni harom qildim. Bir-biringizga zulm qilmanglar." Zulm nima edi? Zulm adolatning ziddi. Adolat nima edi? Adolat har bir haq egasini haqqini berishlik. Zulm mana shu haq egasini haqqini ado qilmaslik. Alloh taolo hech qachon hech kimga misqoli zarra zulm qilmaydi. Nimaga loyiq bo'lsa, shuni beradi. Agar bir bandaga jazo bergan bo'lsa, shunga loyiq bo'ladi u. Endi Alloh taolo bir bandaga mukofot bergan bo'lsa, unga fazl ko'rsatgan bo'ladi. Esimizdan chiqmasin, ustimizda qanaqa bir xayriyat, yaxshilik siz bilan bizga yoqadigan bir ko'rinish bo'lsa, biz bunga loyiq bo'lganligimiz uchun berayotgani yo'q buni Alloh. Balki fazl ko'rsatyapti. Agar adolat qilsa, yer yuzida hech narsani qoldirmagan bo'lar edi. Qiyomat kunida Alloh taolo adolat qilsa, hech kim jannatga kirmaydi. Bizi qilayotgan savobli amallarimiz bu jannatning mukofoti, jannatning xizmat haqqi emas. Jannatga Allohning fazli bilan kiramiz. Qilgan amallarimiz ana shu jannatdagi darajamizni belgilaydi. Demak, Alloh taoloni zulmdan poklashligingiz bu tasbih bo'ladi. Alloh taolo hargiz bandalariga zulm qilmaydi. Mana bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Astagfirullah, la zulmal yawm. Bu kunda hech kimga zulm qilinmas. Qiyomat kunida hech kimga Alloh zulm qilmaydi. Fama kana Allohu liyazlimahum. Bas Alloh ularga zulm qilguvchi bo'lmadi. Bir qavmni balo bilan, ofat bilan qirib, yakson qilib yo'q qilgan bo'lsa, orqasidan aytayapti Alloh taolo, Alloh ularga zulm qilgani yo'q. Ular o'zlariga o'zlari zulm qilishib oldi. Wala yuzlamuna fatila. Qiyomat kunida ularga qilchalik zulm qilinmas. Demak, subhan robbiyal a'lo, subhan robbiyal azim, subhanalloh deyotganimizda Alloh taoloni har qanday aybdan poklayotgan bo'lamiz. Astagfirullah. Va in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Agar hardal o'simligining urug'idek yaxshilik yoki yomonlik qilingan bo'lsa, o'shani ham keltiramiz. Biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qilguchidirmiz. Demak, Alloh azza va jalla zulm qilmaydi. Allohni zulmdan poklaymiz. Tasbih nima? Tasbih Alloh taoloni juftdan va farzanddan poklashlik. Biz musulmonlar Alloh taoloni farzanddan va ayoldan poklaymiz. Chunki Alloh taologa bu sifat loyiq emas. Fala haddalahu, fala ziddalahu, fala niddalahu. Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi, Alloh taoloning haddi yo'q, chegara yo'q Allohga. Alloh taoloning ziddi yo'q va Alloh taoloning tengi yo'q. Fala niddalahu. Shuning uchun Quraysh mushriklari Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelib savol so'rashdi. Robbingni bizga sifatlab ber. Javob o'laroq Qur'oni Karimdagi hammamiz bilgan Ixlos surasi nozil bo'ldi. Qul huvallohu ahad, Allohus somad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayting, u Alloh yagonadir. Alloh behojatdir. Lam yalid tug'madi va lam yulad tug'ilmadi va lam yakun lahu kufuwan ahad. Hech kim Allohga tengmas. U farzandga muhtoj bo'lish, xotinga muhtoj bo'lishlik, o'zi umuman bir narsaga muhtoj bo'lishlik bu mahluqotlarning sifati. Alloh azza va jalla bunday nuqsondan, bunday bir aybdan pok bo'lgan zot. Tasbihning ma'nolaridan as-subbuh ismi haqida aytiladi. As-subbuh, ya'ni Alloh taoloning sifatlari komil va go'zaldir. Inson nimani yaxshi ko'radi? Inson go'zalligini yaxshi ko'radi. Komilligini yaxshi ko'radi. Atoni yaxshi ko'radi. Mana shu uchala yaxshilikning masdari o'ziga Alloh subhanahu va taoloning o'zi bo'ladi. Komillikning masdari Alloh. Go'zallikning masdari asli Alloh va ato qilishlikning asli ham
Alloh subhanahu va taolo. Ato qiladigan ham yolg'iz o'zi. Alloh azza va jallaning ishlari yomonlik va nuqsondan pok.